Nima uchun chaqaloqlarga yostiq mumkin emas? O'ylash qo'rqinchli bo'lsa-da, yostiqlar va boshqa yumshoq choyshablar bo'g'ilish ehtimolini keltirib chiqarishi va to'satdan chaqaloq o'limi sindromi (SIDS) xavfini oshirishi mumkin. Chaqaloqlar hali o'z harakatlarini nazorat qila olmaydilar va yuzlariga bu narsani osongina yopishtiradilar. Agar kichkina bola yostiqsiz uxlasa, bu mutlaqo normaldir. Chaqaloqlarda umurtqa pog'onasi uxlash vaqtida bo'yin tayanchiga muhtoj emas. Bundan tashqari, yostiqni yo'qligi umurtqa pog'onasining kelajakdagi egri chiziqlarini to'g'ri shakllantirish va bo'yin muskullarini mustahkamlash uchun zarurdir. Ular 24 oylik bo'lguncha kuting. Yostiqdan foydalanish uchun tavsiya etilgan yosh 2 yoshdir. Undan oldin yotoqdagi ortiqcha material tufayli bo'g'ilish xavfi mavjud. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.